Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, qaysi sanalarga qanaqa narxlar bo'lyapti deganlar. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, bas videoni boshidan sizlarga narxlarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa 23-Toshkentdan reysimiz bor. Narxini $995 dan qilib belgiladik. 30-iyun Farg'ona Jiddiy yo'nalishdagi reysimiz bor. 7, 14, 21, 28 iyul sanalariga $1050 dan Farg'ona Jiddiy yo'nalishdagi reyslarimiz. Toshkent Jiddiy yo'nalishida 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 sanalariga Toshkent Jiddiy yo'nalishdagi reyslarimiz $1050 dan amalga oshiriladi. Xudo xolasa o'zlarining joylaringni bemalol bron qilsalaring bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada aziz yurtdoshlar 100 metr 200 metr masofadagi Shinam gasnissalar, Makka Mukarramada 1 kilometr masofadagi Malak Al-Safo nomli gasnissamiz, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati Xudo xolasa firma hisobidan bo'ladi va Ravza-i Sharifga ham barcha ziyoratchilarimiz tashrifi amalga oshiriladi inshaalloh. Bundan tashqari aeroportda kamzil, bejik, sumka, maxsus uchish yostiqchalarini ham bonus sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa ziyoratchilarimiz ota-onalarining xavfsiz va mukammal umra qilishadi. Ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga narxlarimizdan, skidkalarimizdan bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlarini tashab, o'zlaringiz joylarini bron qilsalaring ham bo'ladi va istasalaring Xudo xolasa ofislarimiz rasmiy faoliyati boshlanadi. Ofislarimizga ham tashrif buyurishlaring mumkin bo'ladi. 5 kishi, 10 kishi, 15 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotganlar ham sizlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha.